بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hurmatli qarindoshlar kamtarlik Alloh subhanahu va taolo bandasiga in'om qiladigan islomning eng asosiy prinsiplaridan biri bo'lgan jamiyatdagi inoqlik va ittifoqlik hamkorlikning asosi bo'lgan go'zal bir axloq. Qanday odam Allah üçün kamtarlik qilsa, Allah onun darajasini ko'taradi. Qandaq odam Allah üçün o'zini tuvan tutsa, Allah subhanahu va taolo uni aziz qiladi. Qarindoshlar, biz payg'ambar alayhissalatu vassalamning tarixiga, tarjima holiga qaysi tarafdan qaramayli Rasulullohninki kichik bolalarga salom qilishlaridan tortib, kichik sahobalar bilan o'zaro ahvol so'rab, ahvollashishlardan tortib, Oysha radhiyallohu anhaninki Rasululloh uy ichidagi ishlarning hammaga yordamlashatdi, kiyimlarni tikib beradi, oyoqlarni yamab beradi degan so'zlargacha Rasulullohning go'zal axloqlarini ko'rib olamiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu qadar go'zal, fazilatlik axloq, ya'ni kamtarlik axloqini qanday qilib qo'lga keltirdi? Bunun neticesinde Resulullah'da qanday ahvollar ko'rildi. Biz bunu Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki Sura Ali İmran'ның 159. ayetindeki ayetten ko'rib olsak bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah'a hitap qilib deydi: "Estaizu billah fabima rahmatin minallah lanta lahum wa law kunta fazzan ghalizal qalb lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti sebeplik, sanıldı bolsun, kemterlik, mehribanlık, Allah'ın insana bergen bir rahmeti. İnsanның alaqısı Allah bilan bo'lgan alaqısı, Rabbi bilan bo'lgan alaqısı yaxshi bo'lganda, Allah insanga shunday bir rahmat ato qiladi-ki, lenta lahum, insanda bir muloyimlik, yumshoqlik, atrofidagilarga mehribanlik paydo bo'ldi. Rasulullahni Allah subhanahu va taolo shunday da'vat etdi. Allohdan bo'lgan, Allah sana ato qilgan bir rahmat bilan sen ularga yumshuding. Ma iborat yumshuding degan, ya'ni muloyim bo'lding. Wa law kunta faddan ghalizal qalb lanfaddu min hawlik. Agar sen tosh yurak, qattiq, masalan, rahimsiz bo'lgan bo'lsang, ular atrofingdan qanaqib ketadi, tarqab ketadi. Tabiiyki, bu oyatda tilga olingan payg'ambar alayhisolatu vasallamningki atrofidagi sahobalarga, kishilarga, agash kuchlarga mulohim bo'lganligidan iborat Allohning rahmatini biz Rasulullohning amaliy hayotidan, tarjima holidan va yaratgan natijalaridan qo'lga keltirgan ishlardan ko'rib olamiz. Amaliyotda har qanday bir dada oilada yoki ana yoki muallim yoki ustoz yoki har qanday bir yerdagi ish egilari, har qanday bir rahbar darajadagi odamlarning hammasi bu oyatda tilga olingan Allohning rahmati bo'lgan kamtarlikka ehtiyojli. Kamtarlik bayatın deganimizdek Allah bilan bo'lgan aloqa yaxshi bo'lgan vaqtida Allah tarafidan beriladigan bir ne'mat, bir rahmat u. Sening aloqangning darajasi qanchalik bo'lsa, sening qalbing rahmatga shunchalik tushadi. Bu rahmat sening so'zlaring, ish faoliyating, kishilar bilan bo'lgan muomilalaringda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuning bilan kishilar atrofingga o'g'lishadi, atrofingga yig'iladi. Ammo Allah saqlasin, Allah bilan bo'lgan aloqang uzilib o'tirgan yaxshi bo'lmagan vaqtida sening qalbingga qattiqlik, rahimsizlik o'rnaydi. Atrofingdagilar bir-birlab shu qattiqlik, rahimsizlikning ta'sirida atrofingdan qochdi. Bu degan dunyodagi g'alba qonuni edi. Bu degan dunyodagi hamkorlik qonuni edi.